Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa 2022-yilda ishlab chiqarilgan bir Gentra olib keldik. Mashinani ko'ryapsiz holatini. Mana shu joydan tegib yuqoriga borib tekkan. Xo'sh, eshiklarimiz butun. Zadniy krилоmiz mana shu joy, bufer stop zadniy krило. Bu tomonlarimiz ham yaxshi. Mana xudo xolasa shu mashinamiz bu eshigimizda ham sarapinalari yo'q. Mana bu eshigimizda bitta tagida vakuumlik ishi bor. Shu mashinaga qancha rasxod ketadi, nima bo'ladi, qanday holatga kelib, qanday holatda chiqish haqida bitta chiroyli video qilib beramiz. Shu holatida mashinani 2022-yil polni tonirovkaga ruxsatlarigacha mashina juda akkuratni bo'lgan. Monitor mana monitorini yechyapmiz, o'zi shtobi ish boshlaganda chizmaslik uchun. Polik chexol, Malibu bar mashinani salonda ichga $1000 rasxod qilgan, sirtiga $300 keramika qildirib, $300 hadoyigacha mashinani qildirilgan, tayyor holatda bo'lgan mashina. Endi xudo xolasa shu mashinani shu holatida 42 ming yurgan mashina. Shunaqa DTP bo'lgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz, top bergan $100 hadyamiz bor. Qattiq urgan, yonib ketgan farq qilmaydi. Любойni olaveramiz. Abli sopkani muhtalar, abli sopkani mishdi. Oh, kalian sama sebelumnya. Gini. Gini. Kalau ukuran itu sakla sekali kalau barat, itu cukup dia boleh barat. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa Gentrachamizni bundan orqa kirlos ham vakuumda chiqmay ekan, oldi kapot ham vakuumda chiqmay ekan. Shuning evaziga shpaklovka bo'lmasligi uchun yangi mashin, birdan yangi narsa qo'ydik. Ko'ryapsiz, mana bu tumshug'ini to'g'rilab qo'ydik. Bu tomonlari deyalinib turibdi. Orqa kirlomiz ham shpaklovka kelmasligi uchun mana shu joyidan, plus mana yuqorisidan mana bu zaklovkaga yetkazmasdan chiroyli qilib, zazor va stiklaga ziyon yetkazmasdan almashganini bildirmaydigan holatda qilib kirlosini qo'yib, o'zi bugun ikkinchi kun, kecha o'zi joylashtirib bo'lganmiz. Endi bugun malyarni ishini boshlaymiz. Mana buni ham pipa qismi cho'kkanidan shu joyi buni ko'tarib oldik. Endi bugun sputurda terib chiroyli qilib malyarni ishini boshlaymiz. Xudo xolasa kraskaga tayyor bo'ldi. Kraska bo'layotgan joyi ko'ryapsiz. Laboy ramka. Tomda lukkacha bo'lgan masofasi. Kirloni uchi, oldi kapot va oldi krilo. Plus mana shu zadniy krилоning joyi bo'lyapti. Gentrachamiz xudo xolasa kraskachasini sepib oldik. Mana shu joyimizda vakuumlik ishi bor o'rtasida. Xudo xolasa uni vakuumga boramiz. Krилоmiz mana. Xudo xolasa tiniq chiqdi. Gentrachamizni xudo xolasa mana lyukini уже yuvib olyapmiz. Zavodskoy 2022-yildan beri yuvilmagan mana patologchasini, kusokchasigacha yuvib oldik. Mana motorchalarni yechib olganmiz. Shtob motorchasiga suv kirib ishlamay qolmasligi uchun. Xudo xolasa yuvyapmiz mashinani. Lyukimizni yuvib, chiroyli qilib pultirib qo'yamiz. Ko'ryapsiz, mana kir yuvib ichlari. Shularni akkuratni qilib yuvib tozalab qo'yamiz. Hurmatli kanalimiz a'zolari, xudo xolasa Lasetimiz, ya'ni Gentramiz terilyapti. Ish jarayoni ketyapti. Mana oldi buferlar ustanovka bo'lib, lyuklarimizga chechilganda, lyuklarimiz bo'lyapti.
Xohlasa jentralarimiz farasini qo'yib uстановка qilyapti shogirdlarimiz. Mansur. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa biz jentrachamiz tayyor bo'ldi. Ko'ryapsiz mashina qanday idealni chiroyli chiqqanini. Mashinacha tonirovka ruxsatlarigacha bor, salon qismidan ham sizga ko'rsatib o'tib ketamiz. O'ta tiniq turgan mashina. Polni polirovka qilib chiroyli qildik. Mashinaga olib ketgan rasotni aytib o'tamiz. Olib ketgan rasotimiz $1000 ketdi. Mashinaga ko'ryapsiz. Mayda juda narsasi bilan $1200 ketdi. Ofshi ketgani mana Malibu barlari bor, polik qilingan, chexol qilingan. Mashinani o'zini yurgani 46000. O'ta tiniq chiqdi mashinchamiz. Kraskalarini ko'rdingiz, tomida bor, kapoti kirlosda bor. Shu mashinani shu holatida biz $9500 ga oldik. Dokumentlar bilan bizga $9500 ga tushdi. $1200 ga sot qildik. $10700 turibdi mashina. $11800 bo'lsa shu holatiga bera olamiz. Hammaga rahmat. Biz kuzatib boring, Jalolov servis kanalini kuzatasiz.